Endi yo'l harakat qoidalarida to'xtab turish mumkin bo'lmagan joylar yozilgan yo'l harakat qoidalarida, ya'ni chorrahalarga yetmasdan, piyodalar o'tish joylariga yetmasdan, ko'priklar ustida, ko'priklar ostida, temir yo'l kesishmasiga yetmasdan yoki bo'lmasam 320 metr to'xtash taqiqlanadi yo'l belgisi ta'sir doirasida va hokazo o'sha qoidada belgilangan to'xtash mumkin bo'lmagan joylarda yo'l-patrul xizmati xodimi inspektori to'xtatmaydi. Agar bir haydovchi jinoyatda gumonlanayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam alohida bir favqulodda holatlardan tashqari, bundan mustasno qolgan holatlarda shu yo'l harakat qoidalarida qayerda to'xtash mumkin bo'lmagan joylar bo'lsa, to'xtash mumkin bo'lmagan nazarda tutilgan joylarda yo'l-patrul xizmati xodimi to'xtatmaydi. Shu gapingizga mana uni va mana uni va hammani bir yetsin.